Mamat akani olib belgi bermoqchi. Misoli, sen nima deyotganingni bilyapsanmi? Men jiddiy gapiryapman. Mamat aka uyimizga 4 marta sovchi bo'lib keldilar. Shuni deb meni buvimlar xonaga qarab uxlab ularni urdilar. Aytmadingmi men haqimda? Agar shunga tegmasang, sendan rozi emasmiz dedilar bu. Misoli, shunaqa indamay ketaverasanmi? Meni tushuning. Bu bitta yetimchalik iltimos deb qabul qiling. Zaman ham boyagi bo'lib qoldi. Seni zo'r narsalarni oldiring. Voy aka, bir gadoyvachchik bir kelinni otgan bo'lsangiz, namuncha oddiysi ham bo'rardi bu kelinga. Kimlarga bizni bilishsam ular. Yonga tegdi shu kelinam. Shuncha pul ishlatdi, ket qizni shifo bergan edi. Dorisi qayerda? Dorisini olib kelib bergan. Aka, ish qilib bu tushayotgan kelinimiz qararmikin kelinimga? Qaraydi. Shuncha pul sarf qilamiz-ku, qaramaydimi? Sanmisan Misoli? Assalomu alaykum. Va O'tir. Jonni oladigan darajada go'zal ekansan-a? Namchi yerga qarading? Nima, yerdan tili topib oldingmi? uzr, sizga qarash ozgina noqulay bo'lyapti. Sevganing bormi? Yo'q. Yaxshi. Menga birinchi bo'lish yoqadi. Namcha o'zingni olasan. Men xotinim bo'lasan-a? Jonni oladigan darajada go'zal ekansan. Hayronman, seni ham oldinroq ko'rmadim. Iltimos, hali vaqtli bunaqa ishlaga. Yig'lama. Uydagilar yetaman, to'y tezlashtirishadi. To'ng'iz chiqsa chidolmayapman. Ketdi, uyga tashlab qo'ying. Seni men pul kelinga narsalarni olasan. Taqinchoq, naqinchoqlarni, mebel-sebellar bor, kam ko'z. To'g'rilaysan, xo'p, senga ishondim. Xo'p, Men bo'ladi. o'zim bir dacha chiqman, azizdan olib kelay. Okajon, xavotir olmang. Hammasi siz aytgandek bo'ladi. Bo'pti. Yaxshi Men borib keling. Senga ishonib yo'qman. Xo'p, tinch o'tiringlar. Alo? Anda o'rnoqcham. Tayyor bo'libdikmi? Bugun dachaga ketamiz. Uzr, bugun vaqtim yo'q. Uyga borishim kerak. Tushunmadim. Nos qilyapsanmi? Sizga aytdim-ku hozir vaqtim yo'q deb. O'chir ovozingni. 1 soat o'shatda bo'laman. Oldin meni ishim bitadi. Keyin seniki, tushundingmi? Keyin ketaversan, qishloqingami, boshqangami? Uni men bilmayman. Uf, bu balodan qanaqa qilib qutulaman-a? Seni sog'inibmi? Namchi yerga qaraysan, bir nima desang-chi. Bilasanmi, orqamdan qanchasi yuradi? Bitta gapirishimga zo'r. Men uyalaman. Nimadan uyalaysan? Ering bo'laman-ku. Nima o'zingni oldingda san qizam. Qaysi kelin ko'yni salonda kiyim olamiz. Men zo'riga olib boraman seni. Bilasan-a, keyingi haftaga to'y belgilashibdi. Salom xos. Yoningda bittasi o'tirdi. Tushunmadim. Ne o'zingni olsan? Yo bironta aybing bormi? Tushunmadim. Qanaqa ayb? Men pokligingga amin bo'lmoqchiman. Birovdan qolgan qizlarga lo'q bo'lib uylanib ketmayman, to'g'rimi? Ishonmasangiz uylanmang. Men sendan so'rab ish qilmayman. Agar bitta gap eshitsam, mendan yaxshilik kutmagin. O'ling keladi, o'lolmay yurasan keyin. Ter joyingda. Do'ngdircham, qayerdasan? Hammomda o'lib qoldingmi? Hozir. Yaxshim bo'lsana. Jonni rohatsan-da. Voy aka, munosabatlarimizni to'xtatamiz ham bo'lganmi? Bu nima degani? Ha, do'ngdircham. Uydagilar turmushga beramiz deyishyapti. Xo'sh, men nima qilishim kerak? Menga farqi yo'q. Turmushga chiqasanmi, chiqmaysanmi? Men chaqirgan paytimda yonimda bo'lishing kerak. Bo'lmasa, mendan yaxshilik kutmaysan. Bunaqa holatda Rahmon keltiraman deb ovora bo'lmagan. Meni bilasan. erga desam, men siz bilan qanaqa ko'rishaman? Insofingiz bormi? Hayotimni barbod qilganingiz yetmaydimi? O manjaliqa. Birinchisi meni xohishim bilan bo'ldi. Qolganlarga o'zing bag'rim chiqib ketding. To'g'rimi? Men endi pustasi bo'lib qoldimmi? Yo yosharon topib qoldingmi? Siz O'chir. Men yonimda joying qattaligini unutmagin. siz meni majburlagansiz. Bu haqda gaplashdik. Birinchisi o'zim zo'rlagandirman.
Qolganlarga o'ziz keldi shekilli bag'rimga. To'g'ri. O'qishimga kontraktim pul yetishmayapti. Qiynalib qolyapman. Uydalarimga byudjetga kirganman deb. To'g'rimi? Mana bu. Kam ko'rsang ishlatasiz. Mana bunaqa asabim bizmaydi. Asabim bizsa lekin seni itam topolmaydigan joyga o'tib qo'yaman. Nima desang, hammasini muhoya qilyapman. Nimaga noliysan sen? Mazza qilib yursen-chi. O'rningda bo'lish xolaga son mingta. Mana bu. Kam ko'rsang ishlatasiz. Mana bunaqa asabim bizmaydi. Xo'pmi? O'zingga qarab yurgin. Asabim bilsa lekin seni itam topolmaydigan joyga o'tib qo'yaman. Nima desang, hammasini muhoya qilyapman. Nimaga noliysan sen? Mazza qilib yursen-chi. Xohlasang pulingni beryapman, xohlasang olib boryapman. O'rningda bo'lish xolaga son mingta. Hurmatingni bilib yurgin. Xo'pmi? Oya nima bo'ldi? Gapangiz qochdimi? Doktorlar ham tuzata olmadi-ya sizni. Faqat bizdan tashlab ketmang. Mani, ukamni, sinimni o'ylayman. O'ylansang, ayolingni xafa qilma. Xo'p, oya. Va'da ber. Otangga o'xshamayman deb va'da ber. Oya, nima adam yomon urasiz? Adamdek odam yo'q bu dunyoda. Qachon ko'rgansiz odamni nomardlik qilganlarni? Otasi kim edi? Bolasi kim bo'lardi? Jonga tegdi shu kasalingiz. Yo'taluras, siz o'lmadingiz, biz qutulmadingiz sizdan. Akamni umri sizdek kasalman xotin bilan o'tyapti. Siz. Akangizni mendan oldin ham uylantirgansizlar. Mendan keyin ham uylantirasizlar. Unisidan xavotir olmang. Tilingiz ikki qarich shu holingizda ham shundoq ham o'ylantiramiz. Ertaga ukalaringiz chopqillab yugurib kelmasin deb shundoq ham jim turibmiz. Avvalgi kelingiz ham o'limi tasodif emasdir. Tushunmadim. Hammasini tushunib turibsiz. Yo'q-e. Hali shunaqami? U qochib ketmagan. U o'lgan. Buni siz yaxshi bilasiz. Voy, siz hali o'g'ri mushudek gap o'ylab yuribsizmi? Bu haqiqatni hech kim bilish kerak emas. Ana o'zingiz sotib qo'ydingiz. Voy, kimga ham isbotlab berardingiz? Bemalol xohlagan odamingizga borib aytishingiz mumkin. Mana endi bilgandirsiz, nimaga bizni kambag'al oiladan kelin olishimiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Namuncha emillamasan? Uzr. Yaqinda to'y. Sen hali ham o'zingni mendan qochib yuribsan. Menga qara bitta gap eshitdim. Feruz kim? Feruz kim u? O'ynashingni tanimay qoldingmi? Mayli qara, lekin bitta gap eshitsam, mendan yaxshilik kutmang. Ertaga zaksga boramiz. O'zingga qarab normal kiyinib chiqqin. Mana bunaqa kiyimlarda chiqib meni sharmanda qilmang, tushundingmi? Men pul olganda ertalabdan bozorga tushib normal narsa olgin o'zingga. Pulingiz kerak emasmi? Menga gap qaytarma. Ol. Bor endi uyingga ket. Men qo'rqyapman. Qo'rqyapman? Yo'q qiz, aldayotgan bo'lsang, onangni ko'rsataman. Ha, qo'lingni bech. Bech? Men tayyor emasman. Tayyor emasman? Yo, nega o'tiryapsan?
Naryoqda nechtasi xushxabar kutyapti? Ha? Birinchi kundan eplab olishmabdi deb ustimdan ko'chligini xohlayapsanmi? Qo'yvoring demay menga qo'yvoring. Men senga. Ishqilib kelinni mayib qo'ymasin deysan. Ha, kenayi. Kelin tushdi deb endi mazza qilib yashirgansiz-da. Sardorni tartibga chaqirib turing. Bilasiz-ku, juda ham qo'pol. Ey, kenayi, xavotir olmang, u haqiqiy erkak u. Voy. Bu paytda Sardorga telefon qilyapti. Alo. Nima? Qon ketdi? Hozir doktorga olib boramiz. Hozir. Tinchlik-ekanmi? Kenayi, qon ketib qopti. Voy ahmoq bola. Etuvdimi? Ichmagindi. Yuring, chiqa qolaylik. Kim? Uydagilarim Ko'tar gaplashma. anaqa siz oldingizda gaplashish noqulida. Suhrob aka hozir ketishim kerak bo'lib qoldi-da. Boshqa kun ko'rishaylik, xo'p? Yura olib qo'yaman uni. Yo'q, uydagilarim noto'g'ri tushunishadi, o'zim aytaman. Juda yaxshi yetib olganman. Mayli, telefonlashamiz. Xo'p. Nima deysiz? Nima xolosiz mendan? Aytdim-ku men sizga, bitta bola sochib qo'yapti. Men yangi hayot boshlamoqchiman. Xo'p. Jonimga tegib ketdi shu sasuvchon. Sen kasalam odam bo'lmading. Men bezovta qilmalar, zarur ishlarim bor. Kelinni yoturmasin deb ishlarni o'rgatdi. Bilib ishini qilsin. Bitganmi deyman? Nima xohlaysiz mendan? Menga bitta bola sovchi qo'yapti. Men hayotimni yangidan boshlamoqchiman. Yangi hayot deysan? Qo'ysenchi. Sen meni pullarimga kiyinding. Meni pullarimga o'qiding. Meni kiyimga orzu havas qilursan. Yana boshqasi turmushga chiqaman deyapsanmi? Bola deyapsan? Oldin safar gapirdim. Asabimni buzmagan. Meni xafa qilmagin dedim. Esingda bormi shu gapim? Nimaga haqqa tursin oldimda? Ustoli chiroyli qil. Azing kandan qitta qilib, yana meni yaxshi ko'rib qolasan. Harakating qil. Yaqinlashmang. Nima degan? Bu вообще-то mani uyim. Menimcha sen qiz bolamassan. O'shaning uchun kecha rosa rol o'ynading-da. Doktorga olib boringlar mani deb. Siz vahshiysiz. Menga qara. Tiktirib kelgan bo'lsang-chi. Hozir hamma narsaning iloji bor. Pulini bergansan, to'g'rimi? Menga qara. Menga qarshilik qilarsang, onamga chiqaman-da. Qiz bolamas ekan deyman. Hammaga sharmanda bo'lganing qoladi, tushundingmi? O'shaning uchun men aytganimni qilib yashaysan. Voch. U qizni yaxshi ko'rasanmi, bolam? Ha, oyi. U juda ham yaxshi qiz. Ko'rsangiz sizga ham yoqib qoladi. Dadasi, suvchilikka boraylik unda. Men aytgan qizga uylanmas ekan, sovchilikka bormayman. Dada, hamma narsa siz aytgandek bo'lavermaydi-ku. Men qizni sevaman. Menga boshqasi kerak emas. Sen onangga o'xshading. Ana savdo. Men aytgan qizga uylandi, mana tinch o'tiribdi. Dadasi, bolani ko'ynini sindirmang. Senga gapirish kim qo'yibdi? Men o'zim bilaman nima ish qilishni. Bormasiz, o'zim boraman suvchilikka. To'yni ham o'zim qilaman. Bilasiz, qo'limdan keladi. Mayli. Qizni borib ko'ringlar. Lekin men talablarimga javob bermasa, u qizga uylanmaysan. Xo'p. Men tushunmadim. Sen meni uyimga men bilan o'rtoq bo'lgani keldingmi? Yaxshi.
bugun emas. Menga qara. Mani aytganim bo'ladi. Tushundingmi? Ukajonim, tabriklayman. Baxtli bo'lgin. Rahmat. Bu uyda sevganiga erishgan bitta baxt. Faqat ixtiyoz bu. Tinchlikmi nima bo'ldingiz? Aytdim, qo'ydim-da. Kelayman, bu o'rtalarda nimadir bo'ldimi deyman. Xonasidan chiqmaydi. Ukajonim, ayollarni jilovlashga o'zi boshiga chiqib o'tirib oladi. Ana adamlar, odamlarni bitta so'z bilan yo'llariga so'g'iladi. Sanchi? Ani qiz oldiga borib tiz cho'kishga ham tayyorsan. Men tinchlik tarafdoriman. Ayollarni ezishmas. Bu ezishmas, bu hukmronlik. Sanchi ko'ngli bo'sh bo'lasan-da, ertaga xotining kelib boshiga chiqib o'tirib oladi. Oyizlar juda ham yoqdilar menga. Onam o'zi jannatga ayollar. Suhrob aka, Oyjonni oldidagi ayol kim edi? Kim ekan? Onam bir o'zlari bordilar. Yo'q, oldilariga bitta ayol bor edi. Soch kalta ayolmi? Juda sovuq qararkan. E'tibor berma, ammam bo'ladi. Xo'p. Voy, men bu hovlini isqirtligini kim aytadi deb o'tdi, eng kelin tushgan deb. Voy, kelin. Labbek. Voy, assalomu alaykum ammajon, yaxshi keldingizmi? Ey, moldek sasib yotmasdan hovlani chiroyli qilib qo'ymaysizmi? Suvla sepib. Zot pas. Uzr, men Sardor akam. Chaynalmay o'l. Ol qo'lingga sipirgini tozala hamma yoni. Suhrob aka, nejasiz? Sohiba. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Lekin senga bitta narsani aytishim kerak. Bizani uy sen o'ylaganda erta emas. Meni kechir, sen unaqa muhitga olib kirayotganimni. Men qo'rqmayman. Oyizda mehri bor. Siz borsiz. Odamning xarakterini ko'tara olsang bo'ldi. Xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Ha? Yana o'shaningiz oldiga ketyapsizmi? Zebo tiling chiqmabdimi sani? Senga nima haqqi to'kamiz? Uyaling. Uyat. Nima bo'lsin? Men yaqin o'rgatasanmi? Men xohlamayman yashab olsin. Xohlasam bitta ko'lmasam o'ldirib yubordim. Men ketdim. Ishga qulovtillaring. Sen uni buni qo'y. Men seni sog'inganman. Yur ketdim. Telefoning jiringlayapti. Gaplash. Siz oldingizda bemalol gaplasha olmayman. U nima bo'laydi ko'tarmasa? U menga ishonadi. Rosa lo'qni topsan-da. Kuya bola qatdan ekan o'zi? Kim ekan u kuya bola? Bilmayman, hech qiziqib ko'rmagan ekanman. Menga doktor gaplashib berasiz? Xavotir olma. Doktorga gaplashib qo'yganman. Sohiba, nima telefonni ko'tarmaysan? Zo'r uxlab qolibman. Xavotirga qo'ydim. Kun bo'yi telefon qildim, xavotir oldim. Oyijon yaxshilarmi? Ha, yaxshilar, xudoga shukr. Sog'ayib ketsinlar. Aytganing kelsin. Ertaga ko'rishamiz. Ha, ko'rishamiz. Mayli, yaxshi o'tiring. Bo'pti, gaplashamiz. Hammadan go'zal zavqing oqlik bosdi. Hayajonda to'lqinlar havasda. Avval boshlab aytaylik, gunoh bo'lsa qaytaylik.